Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizni showroomimizga Tiger V modelini 7 tonnalik shassiga o'rnatilgan Cellnometallический furgonning yangilangan versiyasi yetib keldi. Ya'ni nimaga yangilangan hozir bir boshdan tushuntiraman. Tomida kazirok qo'yilgan, kamerasi mavjud. Xo'p, dnevnoy огни mavjud, ya'ni LED fonar освещение. Beskamerniy ballonlarga уже o'zgargan bu model. 19,5 lik shopper sidiniyasida pnevmo podushka bor va oldingisi kojinli bo'lardi, ko'pchilik biladi. Bunda esa уже tkanoviy yaxshi materialdan ishlatilgan sidiniya o'rnatilgan. Va asosiy yangiliklardan yana bittasi bu UzAvto treylerda ishlab chiqarilayotgan baquvvatlashtirilgan kuzov o'rnatilgan. Ya'ni oldingisi 21,5 kuba bo'lardi, bu уже 24,5 kubani tashkil etadi. Yonida qo'l yuvadigan moslamalar mavjud, огнетушитель uchun joy mavjud, stolnoy krilolar mavjud, brizgoviki bilan komplekt. Va albatta ключlaringizni saqlash uchun Daken firmasidan italyanskiy brend bu kauchukdan ishlangan zip yashigi mavjud. UzAvto treylerda ishlab chiqarilgani isboti bu mana shildikida ham ko'rsalaringiz bo'ladi. Bort ichi esa tayyor уже obshivka bo'lgan. Mana bortning ichi tayyor obshivka bo'lgan. Zavodda o'zida ikkita dona lampochkalar ham, ya'ni fonar освещение ham qoldirib ketilgan. Pol qismi esa bu konteynerning pol hisoblanadi. Tayyor kryuklar ham qoldirib ketilgan, ya'ni mahsulotingizni ortgandan keyin arqon yordamida bog'lab olish uchun. Xarid qilish istagida bo'lgan mijozlar bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Hozircha shu texnikadan sotuvda mavjud, ammo soni cheklangan.